Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana Tamojiy skladamiz. Yangi mashinalarimiz yetib kelgan. Shinglong rusumli ushbu mashinalarimiz 7 metrlik, 6 metrlik, 7,5 metrlik variantlaridan mavjud. Hozirgi kunda aynan mijozimiz talablariga binoan zakaznoy buyurtma asosida ushbu mashinalarimizni 6 metrlik hamda 7 metrlik variantlari yetib kelgan respublikamizda aynan daqiqalarda rastamoshka jarayonlarida. Shu mashinamizni ko'rib o'tadigan bo'lsak, orqalari qo'sh balon bo'ladi. Xo'p, 7 metrlik variantimiz. Olib kelasiz kamerani. Oldida ikkita o'rindiqli, haydovchi bilan birga 3 ta. Demak, bundan keyingi qatorda yana 3 ta. Shu bilan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kishiga общий haydovchi bilan birga 18 kishiga mo'ljallangan bo'ladi 7 metrlik variantimiz. Lekin ishlari juda ham keng, ko'rib turganinglardek, sidinalari komfort, anchagina yaxshi. Albatta bu orqaga oldinga yotadi. Bu mashinamizni ham bemalol biznes klass desak bo'ladi. Olganinglardan keyin ishlarni lelolim qilish shart emas, tayyor to'shalgan variantidan azizlar. Xo'p, qulayliklari albatta mashinamiz mexanika aytib o'tish kerak. Mashinamiz mexanika bo'ladi, 6 bosqichli korobka bo'ladi. Monitorlari o'zini oldi, orqa, yo'lovchilar uchun alohida, haydovchi uchun alohida monitorlari mavjud mashinamizda. Ishlari keng, ko'rib turganinglardek, bemalol turizmda foydalansanglar bo'ladi. Aziyaslardan anchagina arzon, uni komfortini bera olmasa ham, qulay jihozlangan mashinamiz. Shu bilan birgalikda eng aytib o'tishimiz kerak bo'lgan joylardan biri orqalari qo'sh balon bo'ladi azizlar. Ko'rib o'tishingiz mumkin, ikkita mosli qo'sh balon bo'ladi. Balonlari ham yaxshi balon taqib qo'yilgan mashinamizga. Olgandan keyin alishtirish shart emas. Xo'p, orqa bagajlarimiz keng. Sidinaning tagida anchagina joylarimiz tashab ketilgan. Albatta, yuk uchun mo'ljallangan ushbu bagajimiz bemalol nechta odamning yuki bo'lsa, chamadoni bo'lsa, sayohatga chiqqanda albatta bu joyga joylashlaringiz mumkin azizlar. Demak, ushbu mashinamiz 7 metrli variantimiz. Bu yerda azizlar ko'rishingiz mumkin. 6 metrli, xuddi shunaqa qo'sh balon variantimizdan. Hozir buni kalitini olamiz. Xo'p, 6 metrli variantimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ishlari, tuzilishlari. Demak, bu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kishiga mo'ljallangan bo'ladi общий haydovchi bilan birgalikda. Xuddi shunaqa qulayliklari mavjud, lekin hajmi kichraytirilgan, o'rindiqlar soni kamaytirilgan mashinamizda. Demak, shinglonglarimiz kimni qiziqtiradigan bo'lsangizlar, bevosita o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlar orqali ekraningizdagi Minivan City har doim sizlar uchun eng yangi, eng yaxshi mikroavtobuslardan respublikamizga kirib kelayotgan, respublikamizda yurgan mikroavtobuslarni, minivanlarni taqdim qilishda davom qiladi. Demak, videomizga bitta layklarni bosib, aynan mana shunaqa qo'sh balonli komfort mikroavtobus qidirib yurgan yaqinlaringizga ushbu videomizni jo'natib qo'yishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Minivan City har doim siz bilan azizlar.